Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi ko'mir katal o'tigan obyektimizga yetib keldik. Xudo xolasa bu Shovot tumani Mahmudquli qishlog'idan Qur'on. Akkul mahallasi. Akkul mahallasi. O'tgan xudo xolasa o'g'limizning ishini ham qilib qo'ydik, mana sudda bo'lmadik. Uchu texnik olib, may oyida va'da berganingizlar, geldingizlar. Ajoyib ko'p kasalliklardan nima bo'ldik? O'tgan yil. Shu ortiqlarimizdan nelarni allergik nevari yetishtirib yotibdi. Ular yo'q qildi. Qon bosimlar yo'q qildi. Oshqozon nevishini ham foydalagan. Qizishlari ajoyib. Ha, ular qizlarlarga bolalarımızdan kasalliklar ortda qoldirasiz. Ha, yaxshi xizmat berajaksan. Dum ajoyib bo'ldi. Gap yo'q. Qizishini ko'rdingizmi? O'g'limizni yuzi o'tkazdimi? 5 tonna ko'mir bilan bir sezon chiqdi. 5 tonna, to'g'ri. Xudo xolasa bilan shu bu o'zingiz uyingiz axir bu. Bu o'zim uyim. Bu o'zingiz uyingiz bo'lsa, xudo xolasa bugun ham ustalar o'z ishini yakunladilar. Hammani zaxonning qizlar ajoyib qizlar. Bir xudo xolasa gap yo'q. Necha batareya bo'ldi? 7 batareya, bir palata sujitelь bilan 8, nasos bilan 9, katrol bilan 10 tochka bo'ldi. Ish haqisi 4 million bo'ldi, 400 ming so'mdan. Hozir o'sha hammasi so'masini aytib tushuntirib o'tamiz mana. Yana bera xudo xolasa birinchi tochkasi, endi birinchi tochkasi qarayapman. Biz birinchi, ikkinchi deb sanayapmiz, 20 si qo'yildi bera. Chunki dalonni giravarish, chunki orqa tarafda ber. Beringizda masalan 16-15 ni qo'ysam bo'lardi. Orqa taraf bo'lgani uchun bera ko'proq qo'ydik. Agar lishni bo'ladi bo'lsa, berni yo'q qo'yamiz. Mana bera avzoda ham kranik qo'yildi, latonninda. Bera shunda ochib bilgan vaqtimizda ham bir yildan keyin shunda ochib bilinib turaveradi-da. Laton bu. Qattiq qamidda, mana shunda ochib bilinib turaveradi. Qimmat qo'yiladi bu. Damon qimmat emas endi, ishga yaxshi kelayapti bu. Hammasi sizga Tostostenni 2,5 tengali rossiyskiy turba bilan deng stengasi turba qo'yildi-da bera. 1 metr 30 ming so'm. Bera 85 metr shuni turba gitdi ya. Gitti 85 metr. Inamisidan 30 metr turba o'shi 120 metr turba gitdi bera. Plastik turba, hammasi birinchi chetdan xudo xolasa tushuntirib o'tamiz. Mana shu birinchi batareyasini ATM'da rossiyskiy radiator qo'yildi. Har bir donasi 98 ming so'mlik. Qalinligi 10 santi, bir donasi 2 kvadratni qizdiradi. Lekin beringiz 40 kvadrat chiqmaydi, beringiz chiqsa 25, 28 kvadrat chiqadi, lekin 40 kvadratni qizdirishga moslab qo'yibdi bera. Chunki bu yerdan sovuq kelishi ne bo'ladi? Ko'p bo'ladi, ham eshigingiz ko'p ochilgan bo'ladi. Bu yerni qizdirish qiyin. Yana birinchi batareyasi 20 dona qo'yildi. Bu yerdan turbani shu o'tirishlarni ham ko'rsatmadim. Turbani shu tarafdan, mana turbani akkurat aytib, xudo xolasa zaxoniyati o'tirdik mana ustalarga. Zo'ratib o'tirdilar. Bu yerda yana ikkinchi batareyasi. Batareyani ko'rib, yana qo'yilmoqda. Aynasi yo'q ekan, buncha bir yonbosha qo'ydik-da mana. Mana qizishini ko'ring qara o'zingiz. Gap yo'q. Ajoyibmi? Ko'rasiz yozda emas, qishda shunday qizishini javob beramiz. Hali bu samoto bilan tutdi bu. Ko'rdingmi, buncha qizib turganmi? Ina buları rossiyskiy turba bo'ldi. 25 lik turba, metri 24 ming so'm bo'ldi. Rossiyskiy 20 arg'ilari O'zbekiston turbasi bo'lgani bilan, lekin ham rossiyskiy turba bilan deng qalin bo'ldi. Ha, qalin. Bu ikkinchi batareyasi bera 15 dona qo'yildi. Kelganda bu xonalari bor, ha? O'zingiz kelib ko'rsatib bering. Ina gel. Bu turbalar bilan yaxshilab ko'rsatdi, qolganlar bilan döşelishlarni, nalarni ko'rsat, o'girishlarni. Ya bera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 batareya qo'yildi. Chunki berni to'shni o'zini 2 kvadrat hisoblayverdik. Oralab masalan 1 kvadrat hisobladik. Berni 2 kvadrat hisobladik. Har biri 2 kvadratni qizdiradi. Ikkisidan bir narsa ekan. Bu ham shu, bu ham shu, lekin jana quyosh chiqadi-da. Ham bu ham sovuq kelish uchun bu ham bo'ladi. Normal qizdiradi beringizni. Ham turba ham ko'p o'tib yotdi-da bu yerdan. Bunga shart emas. 1 hisoblashda. Shuning uchun bera 9 dona qo'ydik. Yana bu 3-chi batareyasi ham mena 2 kranik bilan ishlangan bu. Operatsiya batacha bu. Keyin bari xonasi. Bu sizlarga qarasam shunday kichkina, lekin kichkina bo'lganlar bera ko'proq qo'yildi. Ko'proq qo'yilganning sababi bu yerning orqa taraf bo'ladi, yana bu yerning qizish qiyin bo'ladi.
Nikahlı batarya kızgana bilen faydası yok da. Lan şunun çünkü bir yandan soğuk gelir, bir yandan kızdırış kıyın. Bu narojun üstüne bulganı bile var ya mı narojun lekin bir yandan soğuk gelmedi, bir yandan soğuk değil, bir yandan kızdırış kıyın da. Çünkü böyle köpürak koyuldu da yine. Yine bu batarya koyuldu, turbalardan işler, bu işleri. Ki bir yanda yine bir batarya, iki batarya var ya bir yanda yine. Yani yine üstü bari. Yani bir de bana söğütü var mı? İşte turbalarının oturuşlarından gösterdi mi ya? Asay. Bana görün ki ahırlı bataryasıyla hiç kız tuttu ya. Oy, bu konu pişiredi. Bu samata koydan tutar, nasıl koşuldan o geldi. Bu pişiredi ya. Ben 18 alım, çanağa koyuldu bir 16'dan koyuldu. 6'dan. 16'dan koyuldu. Lekin bunu 5'e hesaplanıp tuttu. Bunu 4, bunu 5'e hesaplanıp tuttu. Kvadrat. Bana azı 2 kvadratlı kızdırganı bilen bu bir yan tarafınızda 2 kvadratlı kızdırılmıyor da bu. Ha bu aran taraflarda kuraşta doğanada bir 2 kvadratlı amcatını kızdırardı bu. Hem ahır boyunca şu zapası falan koyduk da. Yok gap yok, acayip. Ötken nereden gördük de rezultatı. Tamam bunu. Bu yıl ahır meselesi. Bu başlı hesabında bir alan tuttu. Lekin acar algan yeri yok. Bana birbirine bilen isteyen de. Avratça gelene kaçıştıp, avratça benle dininde kaçıştıp, padaça benle kaçıştırmayan da hemmesi birbirine bilen isteyen. Acar algan yeri yok da bu yerinizde. Hiç yerinde bar toxtattırma yok. Bu içinde bilen isteyen, avratça bilen isteyen de toxtattırmaydı da bu. Bana gördünüz anladım. Bir an bundan almaz koysam bulalar çünkü bir anda soğuk gelmedi. Çünkü beraber 12'ni koyduk. 12 yapı ben 13 mi aldım? Bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 koyduk ben. 12 sen bulalım onun ben taraflara da. Buradan uyuyor böyle. Ha ben ulu bağırtıyor diyor ya ulu değil. Ötken gördüğün zaman bu Allah'ın kızışını. O ilip koyup oturdu. Açıyor mu? Kremiklerini. Açtı. Bu da fazla yine kemben var. Kömürden neden şunçalık ekonomik fayda, katolik akışı, 5 tonla gitti konuyor. 5 tonla bilen acayip kop çıktı ne kışına çıkardılar. Olmasa okullarga gitip oynardı yani. Ne şu iş olmasa. Okulda babamla oğlan ya bir yerde ya. Ben ahırı bataryası desem bulamadım onu. Bana muşakkülün ahırı bataryası bana çıkızıttı. Eyvah, yavru kız. Gördünüz mü? Ahır bu. Hem beri bir kılı kızardım onu. Yine bu imde açıp işe gel toktanı bile avratçası toktan tuttu da bunu geçirdi. Avratçası kuru kalan tuttu mu hem yerden. Yine bu şuna koşup tuttu. Mesela bu zaldan barıp toktap kaçıp yine avratçaya gelmeyen de verdi. Kuru kalan tuttu bu avratçası. Ki ben ahırı bali molabda bildim ki. Ya hürmetli adamlar, sizler hem şunu tavsiye kılama. Hem kişi bab. Amma demez. Bunlarla matip ederiz. Ova. Ya biraz su şuraya koyuldu. Patates su şutul. Bu indi canlı kızardı ne joke yapmanın için da. Bunlardan hem canlı kızardı bu. Bu yine birinci toçkası bunun için. Yine bir yere hem de böyle plastikleşerek çünkü bir demir bola olsa çürük kalış mümkün de umman demir girmez. Bu en boğazam kranikem benim hiç kalsı inaban waterproof'e bam ne joke umman ne joke'ni kımmat kılırsa da 304'ten peşe oy bu. Su çıkan hem zenglemedi. Çıkalı ne joke bulat da. Biri zengliydi biri zenglemiydi. Bu zenglemiydi o kılırsa da bu. Bunun bu 550 milyon bir tanesi. Yine bu turbalarından elimin turbaları öttü da bu. İçi elimin şöyle. Asılıktan göre canlı kız tuttu. Şundan asılık kama. Birkaç ona göre doğumuzdan gibi onda yine akşam getirilgen malları bu 1 milyon 150 milyona tayar oldu. Katonluğu 300 kvadratlık. 300 kvadrat akşam yapılmak için bu 8 milyon 900 milyona tayar oldu. O şıksatta bir 125 metrelik turba. Keyin 90 dana batarya gitti biri. 96 mı? 91 mi? 91'den 2 var, 2'ye 3'den geldi gene. 94 tane batarya gitti. Keyin 130 metre turba gitti biri. Sosyal bu hesapta 31 milyon 200 milyon oldu bu doğru mu? Tamam. 31 milyon 200. Ustalarla mağam ya Kur'an mayamızda oturttuklarına kılgan işinden razı mısın ustalarla? Binlerce razım abi. Ötki yıl ana balanın cayına ötürdüydü. İşte ustalar ötürüverdi. Ötürdü. Bereket tapsılar. Bunların aklı çoğuluklu olur birge. Daha yok keserlikler yok kılı gitti şundan. Devline keser yok kıldı. Aşkazan keser yok kıldı. Küle bulaşmıyorlar indi. Bir yerden
chetdan yoqadilar evvel. Yani kungara pesha tutun ur, aşkazana dık, o'tkani dık degan gap yo'q. Chetdayna. Endi hurmatli obunachilar, birovlar o'ylashi mumkin, o'zlari o'rgatib qo'ydi, gaplar tutdi. Bizlar o'rgatgan emas. Yana o'zlari xolis fikri o'zlari bildirib tutdilar. Men lekin sizlar Qur'on maydonida ayting, odamlar hammayatingda tutganim yo'q, lekin birovning adoyi yetadi, birovning adoyi yetmaydi. Qo'ldan kelgancha, agar imkoniyat kelgancha qilib qo'yaveramiz. Pastga nomerlarni chiqarib qo'yamiz, xudo xolasa. Kim mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'sha summasini aytib o'tdik, o'sha summasi 31 milyon 200 ming so'm bo'ldi. Boshda 30 milyon bo'ladi. So'shalkani qo'shtirdingiz, endi demoxodni qo'shtirdingiz. Keyin uchradan radiator qo'shtirdingiz. Shuning uchun 31 milyon 200 ming so'm pul bo'ldi. Qahvavajlarning hisob kitob aytib oldim axir. Ya pullar gap yo'q. Yana undan tashqari 450 ming so'm qaytarishdik. Qahvavajlarni qaytarib aytdim. Bayga bu turbani bahasi 30 ming so'm, radiator 98 ming so'm birlamasi. Pul bag'alarini gap yo'q. O'zi hisoba. Kalxotchi bor. Sen meni so'rab ko'rdingizmi baholarni? Avam, eng arzon sizlarga kelgan. Qo'ldan kelgancha qilib beraveramiz. Loyiqlarni bosib, obuna bo'lib qolish eslangizdan chiqmasa, sog' salomat bo'lasizlar. Yana shu balamni joylab o'tdi, shu qarlar ajoyib qizib turibdi. Endi Xudonosi ham o'tib Yana Xudomiz ham o'tyatir. Yana 3-4 oy ketdi bo'ltir. Shuning uchun qali ketdi, moylarni va'da beradilar, keldilar yana. Moylardan yana Xudoga shukr bitirdilar. O'tgan yil menimcha bir Mahmud qo'lida bir 10 yaqin o'yin o'tirdik o'xshaydi menimcha. 10 yaqin o'yin o'tirdik kamida. Hali hech kim norozi bo'lib turgani yo'q. Norozi bo'lsa kommentariyada yozadilar. Kamchiligi bo'lsa qilib beramiz. Kamchiliksiz ish bo'lmaydi. Kamchiligi bo'lsa qilib beramiz. Lekin iloji boricha shu zakonga o'zgarishga harakat etdik, qo'ldan kelincha. Har safar har videoda aytib o'tamiz-da biz. Qo'ldan kelincha xudo xolasa zakoniyatga o'tirib beramiz. Gap yo'q. Ajoyib. Ana.